Elektromobillarda daryo yoki ko'lmaklardan o'tish qanchalik xavfli ekanligini bilasizmi? Elektromobillarda ko'p boshqaruv bloklari bo'lib, ular ko'pincha mashinaning salon qismida joylashgan bo'ladi. Agar xudo ko'rsatmasin suv eshiklar yoki drenajlar orqali salon ichiga kirsa, bu bloklarning aksariyati ishdan chiqadi va ularni tiklash juda qiyin bo'ladi. Lekin bu hali hammasi emas. Eng asosiysi, elektromobilda butun pastki qism bo'ylab katta batareya joylashgan. Agar suv o'sha joyga kirsa, juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunday holatda ta'mirlash ham juda qimmatga tushadi. Bundan tashqari, batareyada turli razyomlar bo'lib, ular ko'pincha to'liq yopilmagan bo'ladi va ularga suv yoki loy, hatto mayda shox shabba ham kirishi mumkin. Bundan tashqari, ularda kamida bitta yoki ikkita elektr dvigatel va invertor bo'ladi. Ularni ham suv bosishi mumkin va bu ham katta xarajatlarga olib keladi. Tushunyapsiz-a? 100% germetik narsaning o'zi mavjud emas. Agarda siz suv bosgan mashinangiz bilan rasmiy dileringizga borgan taqdiringizda ham sizga kafolat bo'yicha servis xizmat ko'rsatishmaydi. Chunki hech qaysi bir ishlab chiqaruvchi suv bosgan mashinaga kafolat bermaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling va shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Joninglar sog' bo'lsin.